Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan darslarimizni davom etamiz. Bugun bir kichkina loyihacha bilan ishlaymiz. Buning uchun dastlab VS Code'ni ochib olamiz. Shunchaki hozircha papkamiz bo'sh. Nima ish qilamiz? Bizda vazifamiz internetdan API orqali JSON datani olib kelib, uni CSV ga o'zgartirish, konvert qilish. Ya'ni JSON to CSV deb nomlasak bo'ladi. Ya'ni biz API orqali internetdan JSON datani olib kelamiz va uni CSV ga o'giramiz. Va bunda faqatgina foydalanishimiz mumkin bo'lgan toollar bor. Bu ishqirollar, ikkita ishqirolimiz bor. Buni hozir terminalda ko'rsataman. Birinchisi GQ dan foydalanishimiz mumkin. Ikkinchisi CURL dan foydalanishimiz mumkin. Kelinglar, birinchi dastavval datani olib kelamizda, uni data JSON degan papkaga saqlaymiz. Buning uchun CURL buyrug'i va aytaylik, mana bu API deylik. Bu URL da https protokol API github.com hostname va users degan nimadan o'zimda GitHub akkauntimda ma'lumotlarni olib kelaman. Buning uchun dastavval bu o'zimning ma'lumotlarimda emas, shunchaki users ma'lumotlarni olib kelsak, mana bu ma'lumotlar bizda paydo bo'ladi. Bu yerda mavjud bo'lgan barcha userlarda ma'lumotlari bizga keladi. Nechta user bo'lsa, o'sha barcha userlarda ma'lumotlari bizga keladi. Va bu juda ko'p data hisoblanadi. Yaxshi, kelinglar, shuni barcha userlarda olib kelish ham juda yaxshi ekan. Shuning uchun biz shuni biron bir dataga saqlanib qilamiz. Buni olamizdan. Xo'p. Ko'rinmay qolyapti shekilli. Shuning uchun clear qilib, tozalab, endi ko'rinadigan variantni qilamiz. Kelinglar, buni data JSON qilib saqlashligimiz mumkin. Lekin bundan ham qulay varianti bor. Users qismida option bor, -o optioni bor va unda data JSON qilib bu option olib kelingan outputni mana shu data JSON faylga saqlaydi, mana bu outputni. Lekin buni saqlaganimizda kelinglar, enter bosamiz va bizda juda ko'p mana data JSON paydo bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda list ekan data JSON va har biri list obyektlar JSON obyektlardan tashkil topgan. Juda ko'p JSON obyektlar soni ko'p. Lekin bizga tahlil qilishligimiz uchun ortiqcha ma'lumotlarni yopib turaman va kerakli birinchisini ochamiz va birinchi o'rinda ko'rishimiz mumkin login bor, masalan mojon bor ekan, ID'si bor 1 va bizga kerakli bo'lganlarini biz nimaga aylantirishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizga qaysilar kerak? Aytaylik, bizga login kerak. Birinchi ustunda login, undan keyin ID'si kerak va URL kerak. Birinchi ID tursin, keyin login, ID va URL.
va qolganlarini ham qo'shib ketish mumkin. Asosiy shu 4tasini, 3tasini qo'shaylik CSV formatimizga. Buning uchun GQ va biz bu yerda data JSON filtr yozamiz. Filtrimizni faylga yozsak ham bo'ladi. Filtrimizni bironta faylga yozsak ham bo'ladi, lekin hozir shunchaki test qilib ko'rishligimiz uchun dastlab bu list edi. Filtr uchun doim mana bu ma'lumotning tuzilishini bilish kerak. List edi. Demak, list bo'ladigan bo'lsa, biz uni shunchaki nuqta bilan ko'radigan bo'lsak, shu list elementimizda o'zi keldi. Endi xuddi shu buyruqni faqat nuqta bilan emas, iterable orqali qilib, pipeline orqali qiladigan bo'lsak, bizaga har bir elementi paydo bo'ladi qo'limizda. Ya'ni masalan birinchi elementi paydo bo'ldi qo'limizda JSON object sifatida. Va shuni id'si kerak. Yoki nechta elementdan iborat ekanligini ham ko'rishligimiz mumkin. Hozir shunchaki nuqta id deb yozaylik, faqat idlari keladi. Va bu yerda 46 ta id keldi. Demak 46 ta element keldi hozir bu yerda. Endigi vazifamiz, kelinglar biz o'sha filtr uchun fayl yozamiz. Filter GQ va filter GQ ga biz bergan buyruqlarni sekin-sekin qo'yib boraveramiz. Filtr yozishni boshlaymiz. Demak, nuqta list qo'limizga keldi. Undan keyingi qadamimiz undagi kerakli elementlarni listga aylantirish bo'ladi. Xo'p, qaysi kerakli elementlar qaysilar? Birinchisi nuqta id dedik. Id'si kerak, virgul ko'rib olamiz, nimalari bor edi. id'si kerak, logini kerak. Login. Nuqta logini kerak. Undan keyin aytaylik, bizga yana URL kerak. URL kerak. Shularda o'zi yetadi. 3 ta narsa URL yozamiz. Demak, nuqta URL yozamiz va biz buni pipe orqali kuchukcha CSV deydigan bo'lsak, bu uni CSV ga aylantiradi. Demak, ko'rib turibmiz. Endi buyruqni yozamiz. Clear tozalaymizda. Bu holatda GQ -f bilan biz faylni berishimiz kerak. Filtrni fayldan o'qiydi. Filter nuqta GQ, undan keyin data JSON. Faqat bitta narsa, CSV ga o'tkazgan vaqtda -r ni qo'yish kerak, sababi bo'sh joylarni backslash bilan ko'rsatmasligi uchun. Qani nima qiymat qaytdi? Mana ko'rib turibmiz, 3 ta ustunda. Birinchisi id'si, keyin mojombo, keyin URL qaytdi. Endi bu CSV tayyor. Buni biz bironta dataga yozishimiz mumkin. Aytaylik, data nuqta CSV. Biz ko'rishimiz mumkin. Mana data CSV da
bizda mana bu faylimiz yozildi. Faqat bu CSV faylimizda header yozmadim hozircha. O'ylaymanki bu header yozish muammo emas, shunchaki head yoki tail bu yo'qlardan foydalanib header yozishlik mumkin bo'ladi. Endi biz mana shuni ishimizni avtomatlashtirishimiz mumkin. Avtomatlashtirish uchun esa skript yozishligimiz kerak. Kelinglar, bironta skript yozaylik. First aytaylik, first sh degan skript yozamiz. Unda dastlab shebang qo'yamiz. Shebang uchun bin // sh. Dastlab biz URL dan olib kelishimiz kerak. Demak, curl -o optioni bu nima qiladi? O'sha kerakli datani data.json ga olib keladi va biz URLimizni berishligimiz kerak edi. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, curl bizga mana bu kerak. Mana shu buyruq kerak aslida. Copy. Ctrl+V. Ana bu URL dan bizga datani olib kelib JSONga saqlaydi. Birinchi qiladigan ishni avtomatlashtirganimizda u keladida data JSON yaratiladi. Undan keyin filter GQ yozish kerak. Masalan, filter GQ ga mana shu tekstni yozishligimiz kerak. Mana shu tekstni filter GQ ga yozishligimiz uchun nimadan foydalanamiz? Catdan emas, echo dan foydalanamiz. Echo mana bu ko'rinishda mana buni yozamiz. Ctrl+C. Buni bunga olib kelamiz. Ctrl+V. Keling, nimasini shunaqa ko'rinishda qilaylik. Bitta chiziqli ko'rinishda qilaylik. Chunki biz avtomatlashtiryapmiz jarayonni. Keyingi toolimiz esa mana bu holatda bo'ladi. Buni kerakli faylga yozamiz. Aytaylik, buni filter .gq faylga yozadi. Keyingi qadamimiz esa oxirgi buyrug'imiz hisoblanadi. Oxirgimiz, oldingi buyrug'imiz. Mana shu. Mana shu buyruq hisoblanadi. Hozir static qilamiz, keyin dinamik ham qilishni data CSV ga yozadi, data JSON dan, chunki uni data JSON ga yozdi. Mana shu 3 ta buyruq orqali biz mana shuni ishlatib bersak bo'ladi. Demak, mana bular kerak emas. Buni avtomatik olib kelamiz. Multrash data JSON ham kerak emas. Hozir shu qilingan ishni avtomatik bajaradigan skript yozdik hozir biz. Endi skriptimiz ham kerak emas hozircha. Bitta skript turadi, shunchaki biz bu skriptimizni executable huquqini berishimiz kerak. +x first script. Ana endi skriptimizni run qilamiz. Va run qilganimizda ko'ryapmizki, mana bu jarayon avtomatlashdi. Ya'ni first script avtomatik o'zi mana buni yaratdi. Buni data JSON avtomatik keldi va avtomatik data CSV paydo bo'ldi. O'ylaymanki, mavzu qiziqarli bo'ldi. Agar yanada mukammal bo'lishligi uchun headerlarni ham qo'shish kerak deb desalaringiz, uni ham qo'shadigan videoni qilishligimiz mumkin. Bu soddalikdan murakkablikka qarab harakat qilamiz.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollar bo'lsa bemalol.